Bekzod ukam nima gap? Aka sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Ukangiz bitta ayolga ilakishib qo'ygan. Bolalar bilan gapirdik, foydasi bo'lmadi. Shunga o'zingiz bir tergab qo'ying, tag'in oilasi buzilib ketmasin. Ukam qop-katta erkak, o'zini kallasi bor. Bilib bilmasdan oilaviy narsaga aralashmalar. Alo. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Keling, yaxshi o'tirsizlar, bolalar yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Ukasi har kuni kech kelyaptilar. Menimcha boshqasini topib olganlar. Kela. Oila ishonch bilan oila bo'ladi. Kech keldi degani ko'chada yurib ketdi degani emas. Aka, assalomu alaykum. Qachondan shiltalar bilan nas bosadigan bo'lib qoldi. Aka, birinchidan u shilta emas, ikkinchidan menimda ko'nglim yo'q. Ajrashaman. Nima to'xsan? Yurma bunda. Kecha klubda tanishgan bolaman. Aytdim, seni anchadan beri qidirib yuribman. Dominte dedim, tush. Assalomu alaykum. Voy, mashinalaringiz boshqacha-yu, aylantirib kelmaysizmi? Bo'ldi. O'zingga o'xshagan bitta chiroyli dugonangni top tog'ga chiqamiz. Bo'ldi. Kakirasman ham bitta og'aynim bilan. Esdiki? Tezroq ajrash. Tog'ga chiqib dam olarkanmiz. Ko'rdingmi? Uydagi pokizani tashlab ko'chada axlat titib yurganingni endi ko'zing ochildimi?